Tajriba va malaka nafaqat nazariy bilim olish, balki bevosita amaliyot orqali ro'yobga chiqariladi. Ayniqsa pedagog kadrlar tayyorlash tizimini takomillashtirilishi oliy ta'lim muassasalarida amalga oshirilayotgan yangicha tizim 4+2 dasturi yaxshi samara bermoqda. Urganch davlat pedagogika institutining aniq va amaliy fanlar fakulteti talabalari ham ana shu dastur asosida amaliyot o'tamoqda. Hozir shu haqda. Yangi pedagogik metodlar bu faqatgina dars berish usuli emas, balki bolaning shaxs sifatida kamol topishiga yo'l ochuvchi zamonaviy yondashuvdir. Pedagog kadrlar tayyorlovchi oliy o'quv yurtlarining 2-4 bosqich talabalari uchun amaliyotga joriy etilgan 4+2 tizimi bo'lg'usi o'qituvchilar va tarbiyachilarga ham nazariy, ham amaliy ko'nikmasini oshirishga yordam bermoqda. Unga ko'ra 4 kun nazariy ta'lim oliygohda, 2 kun esa maktab yoki bog'chalarda amaliy mashg'ulot tarzida tashkil etiladi. Bizning talabalarimizga yuqori sinf o'quvchilari biriktirilgan bo'lib, ular sinflarda o'z ish faoliyatlarini olib boradilar. Darslarda va darsdan tashqari mashg'ulotlarni tashkillashtirishda biz ularga amaliy ko'nikmalar beramiz va to'garaklar tashkil qilishda, tadbirlarda qanday faoliyat yuritishlari haqida ma'lumotlar bermoqdamiz. Yangi pedagogik metodlar ta'limning samaradorligini oshiradi, o'quvchilarni faol, mustaqil va ijodkor shaxs sifatida shakllantiradi. Bu usullar bolalarning ta'limga bo'lgan qiziqishini oshirib, mustaqil fikrlashini rivojlantirish va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga qaratilgan. Interaktiv usullar, loyihalar asosidagi ta'lim, axborot texnologiyalaridan samarali foydalanish bugungi darslarning ajralmas qismiga aylandi. 4+2 amaliyotimiz bevosita ta'limdan ajralmagan holda, ya'ni oliy ta'limdagi darslardan ajralmagan holda olib boriladi. Amaliyot davrida talabalarimiz o'qish davrida olgan bilim, ko'nikma malakalarini yanada mustahkamlashyapti. Maktablardagi ilg'or, tajribali o'qituvchilardan faoliyatlarini o'rganib, ularning interaktiv, interfaol, yangi pedagogik texnologiyalar bilan o'tgan darslarni kuzatib, o'z faoliyatlarida foydalanyaptilar. Amaliyot davridagi o'tayotgan darslarda, tajribada sinab ko'ryaptilar. 4+2 dasturi talabalarga nazariy bilim bilan birga real ta'lim muhitida ishlash, murakkab vaziyatlarda qaror qabul qilish, bolalar bilan muloqot qilish, dars jarayonini mustaqil tashkil etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Interaktiv darslar, axborot kompyuter texnologiya vositalari, loyiha asosida ta'lim berish, tanqidiy fikrlashga yo'naltirilgan mashg'ulotlar bugungi maktabning ajralmas qismi hisoblanadi. 4+2 jarayonida talabalar o'quvchilar bilan ishlab, ularni darslaridan tashqari to'garaklarini, bolalarning bo'sh vaqtini mazmunli o'tkazish maqsadida to'garaklar tashkil etilgan. Bu to'garaklarda bolalarning musiqiy qobiliyatlarini aniqlab, ularni rivojlantirishga, milliy cholg'u asboblarimizni o'rgatishga juda katta e'tibor qaratyapmiz. Biz bu amaliyot davomida o'z bilim va ko'nikmalarimizni yaxshi rivojlantirdik. Bizga bu amaliyot institutimiz tomonidan katta yordam bo'ldi. Kelgusida o'z yo'nalishimiz bo'yicha yaxshi mutaxassis bo'lib, ko'nikmalarimizni oshirib borishga harakat qilamiz. Bunda bevosita bizga bu amaliyot davomida olgan bilimlarimiz bizga asqotadi. Har bir o'quvchining individual qobiliyatiga qarab yondashish ta'limda yangi bosqichni boshladi. Bu orqali barcha o'quvchilar o'ziga xos tarzda bilim olishiga imkoniyat yaratilyapti. Ta'limga joriy etilayotgan bu zamonaviy yondashuvlar yosh avlodning mustaqil fikrlash, axborotni tahlil qilish va hayotga tayyorlanishdagi muhim qadamidir. Yangi ta'lim yondashuvlari maktabni faqat bilim maskani emas, balki taraqqiyot va ijod muhitiga aylantirmoqda. Kunduzgi ta'lim yo'nalishi 2-3 kurs talabalari jami 254 talaba maktablarda 4+2 yo'nalishi bo'yicha o'z amaliyotlarini o'tamoqda. Mana jismoniy madaniyat yo'nalishidan talabalarimiz maktablarda dars jarayonlarini olib borish, darslarni nazorat qilish hamda hujjatlarni yuritish bo'yicha musobaqalarni ham tashkil qilishda o'zlarining yordamlarni berib bormoqda. Shu amaliyot jarayonlarida ularning ko'nikma va malakalari mustahkamlanib boriladi. Ushbu tizim nafaqat talabalarga, balki umumta'lim maktablarida ishlayotgan pedagoglarga ham katta yordam bo'lmoqda. Yosh va ilg'or fikrlovchi kadrlar ishtirokida darslarda jonlanish, interaktivlik, texnologiyalardan keng foydalanish tendensiyasi ortib bormoqda. Bugungi maktab faqat bilim berish emas, balki ijod, hamkorlik va shaxsni rivojlantirish makoniga aylanmoqda. Bu jarayonda 4+2 tizimi orqali tayyorlanayotgan talabalarning o'rni beqiyos hisoblanadi.